Assalomu alaykum. Svarsiya akalarimiz uchun tarsifkan zo'rini olib keldik Xitoydan. Mana yangi hozir o'zimiz ishlatib ko'rdik. Haqiqatda zo'r narsa ekan. Tak, buni ko'rsalang, mana aytada rejimlar bor ekan, temir keskani. Har xil, mana bunisi qalin temir, bunisi qattiq temirga, bunisi yupqa, bunisi o'ta yupqa tunikaga o'xshagan narsalarga, bunisi misga, alyuminga, shunaqa qilib rejimlar bor ekan mana. Kim nima kesmoqchi bo'lsa, hammasiga tushaveradi, to'g'ri kelaveradi. Endi buni tishini ko'rsalang, xuddiki yog'och kesadigan tarsifkaga o'xshaydi, almazniy diskda. Disklari ham bor. Mana o'zimiz kesib ko'rdik. Mana kesishi ham biz kutgandan ko'ra ancha tez, ancha oson kesyapti. Zo'r, mana nimani ham kesdik. Yupqa stenali profillarni ham, qattiq temirni ham, qalinni ham bemalol kesyapti. Hozir yana kesib ko'rsatib beramiz. Ishlatib ko'raylik. Ana shuni kesamiz hozir. Pastga tushdimi? Pastga tushdi. Endi qisilib qolibdi. Ha, orasiga. Bu issiq hozir ushlab bo'lmaydi. Yo'q, sig'masdi. Nimaga? Mana, yana shu. Issiq emasmi? Shunisi qiziqda. Issiq emas. Tomiga issiq xolos. Balgarkada kessangiz shunaqa qisib ketadi, qo'lingiz bilan ushlayolmaysiz. Keyin buni yupqa kessangiz, rosa ham xunuk tashlaydi. Ha. Bu hozir mana shuni 3 millimetr. Mana shu qipq shu chiqdi. Mana nima qilsangiz? Ha. Oma gap yo'q, zo'r narsa bo'pti bu. Xullas, o'zimiz ham hayron qolib turibmiz. Hozir O'zbekistonda sotuvda ko'rmadik bu narsadan. Mabodo kimga kerak bo'lsa, zakaz qilsalang, olib keltirib beramiz Xitoydan. Narxi $400 chiqadi. Yo'l kiro dastlabki hammasi ichida predoplata bilan 15 kun bilan 20 kun ichida xudo xolasa yetib keladi. Mana shu narsa. Mana. Pastki nomerlarga telefon qilaverasizlar. Buni любой gradusda kessa bo'lar ekan. Mana hozir 45 gradusga qo'ydik. Mana bu ham ruchnoy qotirilishi shunaqa udobniy, oson ekan. Hozir 45 gradusda mana shu profilni kesib ko'rsatamiz. Bu balgarkadan emas, reykadan ham tez kesyapti. Yog'och kesgan. Yog'och kesgandek kesyapti-yu. Yana bitta kesing. Gradusdan to'g'ri chiqarmayapman. Yana bitta kesing, mana kesilgan joy. Bu yog'och kesgandek kesyapti-yu. Ishlaring shunaqa oson, shunaqa tez bo'lar ekan. Bir cho'ydanchi. Balgarka ishlatmay qo'yasizlar-da. Qani? Vashti go'zal, ha? Chopini qarang buni. Qani? O'ta go'zal. Mana to'g'ri qo'ydimmi, yo'qmi bilmayman. Ushlab turaymi? Bu qimilib ketyapti. Qani? Biz buni ko'proq yopishimiz kerak ekanda. Ammo choki bor, bir-biriga yopish, vobshe zo'r keldi-da. Akpa bo'lib qolar ekanda. Ha, akpa ham alyumin kessa bo'lar ekan bemalol. Bu alyumin tugul. O qarang, yopishib turishini qarang, voy. Biz hozir mana shu chotki kesib qo'ydi ama. nima qilmadikda.